الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Miftahul Mantiq namliq üzüm yanında logika bilimiga qadam oluvchilar uchun tayyorlagan bu darsning 3. dersiga keldik. Biz bugünkü bu derste lafız vel ma'na söz, ağzımızdan aytilib chiqqan söz ve şu söz dalalat qilgan ma'na degan mavzudagi temidagi ders haqida to'xtalamiz. Bu bugünkü ders intayin zürürlüki intayin yuqori bo'lgan bir dersdir. Biz bundan burun ilmul mantiqning logika ilmining tasavvur ve tasdiq haqida to'xtalganligi. Tasavvur deganimiz insonning zihnida bir fikir aks etilganligi. Mana aks etgan mushu fikir tasavvur deb atilganligi. Ve insonning ba'zida bu fikir aks etgan zihnida paydo bo'lgan bu fikir, bu ongning, tafakkurning shu holatda to'xtab qolmay, balki taraqqiy qilib, yeni bir fikir bilan bu fikrni yeni bir fikir bilan bog'lab, zihnida chiqarilgan yakunni biz tasdiq deb atagan. Mana tasavvur tasdiq deb ilgili darslarimizda. Endi bugun biz shu fikir paydo bo'lgandan keyin insonning kalasidagi shu fikir bu fikir söz arkalık eğitilip çıkıyordu insanın ağzından. Söz arkalık eğitilip çıkıyordu. Ama şu söz, eğitilip çıkan bu söz her xil ma'nilerini ko'rsatadi. Her xil cisimlerini yoki her xil ma'nilerini ko'rsatadi. Mesela Adem degan söz bir anlık, akıllık, canlılıkni ko'rsatadi. Mesela o'qish degan söz her türlü kitaplarni, ayetlarni, her qanday bir narsani o'qishdan iborat bir harakatni, yani bir ma'no ko'rsatadi. Bu ma'no deb ataladi mesela. Beshtiki tasmiya ism qo'yash deb ataladi. Ma'u ma'noni ko'rsatish deb ataladi. Hammasi yani zihnida avval zihnda paydo bo'ladi. Undan keyin buni bir söz tuzguchilar uning ma'lum narsalarga bunda ma'lum ismlarni qo'yadi. Ma'lum harakatlarga, ish harakatlarga ma'lum so'zlarni ishlatadi. Mana shu qo'yilgan ism, ishlatilgan so'zlar lafz deb ataladi va ism qo'yilgan obyekt, ism qo'yilgan narsa va ism qo'yilgan ish harakatlar, ishlatilgan shu so'z ishlatilgan ish harakatlar ma'na deb ataladi. Mana biz shu haqdagi asosiy mazmunga kelib ketamiz. Bu haqda to'xtalamiz bugun. Birinchi qilib biz lafzdan boshlaymiz. Dalalatul alfaz. Endi lafz og'zimizdan chiqqan so'z, og'zimizdan etilib chiqqan so'z bir narsaga dalolat qiladi. Hech nimaga dalolat qilmaydigan ha va degan gaplar bizning tadqiqot obyektimizda emas, uni chiqarib tashlaymiz. Og'zimizdan chiqqan narsa bir narsaga dalolat qiladi. Bu dalolat yoki dalala vad'iyya bo'ladi yoki dalala aqliyya bo'ladi yoki dalala tabiiyya bo'ladi. Dalala aqliyya deganimiz o aqida ilmidagi aqlniki hukmul aqli deb chiqarilgan narsalar mumkin bo'lish, mumkin emas bo'lish, yani bu bo'lish vojib bo'lish degan 3 narsaga bo'ladi. Buluş vacip olan narsalar bo'lsa Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddas ve Allah Ta'ala'nın sıfatları buluş vacip. Çünkü bu osmon zemin bunda ulu katı kainat Allah Ta'ala bo'lmasa mumkin emas, o'zigini paydo bo'lib qolmaydi. Bu buluş vacip olan narsalar. Bu hukm aqli deb ataymiz. İkincisi bo'lsa buluşu mumkin emas bo'lgan narsalar. Buluşu mumkin emas bo'lgan narsa bo'lsa Allah Ta'ala'nın shirki bo'lishi mumkin emas. Allah Ta'ala'nın ikkisi yoki ikkining ko'p bo'lishi mumkin emas. Allah Ta'ala'nın bo'lmasligi mumkin emas. Allah Ta'ala'nın sifatlarining bo'lmasligi mumkin emas. Çünkü Allah Ta'ala'nın eğer ikkisi bo'lib qolib qolsa,
bu osmon zaminning tartibi buzilib ketadi. Chunki Alloh taolo law kana fihima alihatun illallohu la fasadata degan. Endi bo'lishi mumkin bo'lgan narsa-chu, bo'lishi mumkin bo'lgan narsa siz va men. Mening va boshqa maxluqlar. Maxluqlarning bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Chunki maxluqlarning bo'lish bo'lmasligi bu olamga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin Alloh taolaning bo'lish bo'lmasligi bu ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun Alloh taolo bo'lishi vojib, borligi, birligi vojib, bo'lmasligi mumkin emas. Endi dalolat tabiiy degan gap bizning bir og'zimizdan bir so'z aytilib chiqadi. Lekin bu bir insonning bir ma'niga yoki bir nima alohida bir boshqalar tarafidan qo'yilgan bir so'z emas bu so'z. Boshqalar tarafidan tuzilib qo'yilgan bir alohida so'z emas. Bu degan insonning tabiiyatida bor so'z. Bu bir narsaga dalolat qiladi, lekin alohida insonlar tarafidan tuzilgan bir so'zga dalolat qilmaydi, balki insonning tabiiyatiga, mizojiga dalolat qiladi. Masalan, uf degan so'z insonniki herib ketganligining erib ketganligiga dalolat qildi masalan. Yoki bir narsadan zirkib tuyib ketganligiga dalolat qildi. Voyjon. Voy degan so'z insonning qattiq bir yalining og'rib ketganligiga dalolat qiladi. Masalan, kulish, kulgan ovoz insonning xushal bo'lganligiga dalolat qiladi. Masalan, yig'ilgan ovoz insonniki nayt ichiniki dard qayg'u to'lab ketganligiga, azobni olganligiga dalolat qiladi. Bu butun dunyo bo'yicha insoniyatga omamdi bu til. Bundaq tillar, til dalolat tabiiy degan bu til butun insoniyatga om. Hamma insoniyat shu tilda so'zlaydi. Shu shiroy ifodalarni shuni bilib olishga bo'ladi masalan. Endi uchinchi xil dalolatchi bo'lsa bu dalola vad'iyya. Dalalatul lafziyya al-vad'iyya deymiz endi buni. Bu qanday desa, buni ma'lum her bir millatninki til tuzguvchilari birlashib shu ma'lum narsaga, ma'lum bir jonliq yoki bir jonsiz narsaga ma'lum bir ismni qo'ygan. Yoki ma'lum bir harakatga ma'lum bir so'zni ishlatgan. Mana shu dalalatul lafzi al-vad'iyya deb ataladi. Ya'ni so'zni ma'lum og'zimizda aytilib chiqqan so'zni ma'lum bir narsaga ishlatgan va qo'ygan ishni dalalatul lafzil vad'iyya deymiz. Endi biz ilmul mantiq mush vaqtda so'zlab tadqiqot olib beradi. 5 ikkita tadqiqot olmaydi. Mana mushu jihatdan al-lafz al-vad'iyya degan mush e'tibor jihatdan 3 qismga bo'linadi. Biri dalalatul mutabaqa, ikkinchisi dalalatul tadammun, uchinchisi dalalatul iltizam. Dalalatul mutabaqa degan gap bir narsaniki shu og'zimizdan aytilib chiqqan so'zning shu qo'yilgan o'zining obyektga qo'yilgan narsaga %100 dalolat qilishi. Masalan, inson desak, inson deb og'zimizdan chiqqan so'z shu bir jonliq, onglik hayvonning hamma yeriga dalolat qildi. Shunday masalan. Dalalatut tadammun deganimiz so'z og'zimizdan aytilib chiqqan so'z o'ziniki bir qismiga dalolat qiladi. Ağzımızdan aytilib chiqqan so'z shu so'zniki bir hamma yerga emas, faqat bir labziga, bir qismiga dalolat qiladi. Masalan, al-insanu natiqun deb qo'ysam, masalan, inson degan bir so'zliguvchi deb qo'ysam, yoki al-insanu hayvonun deb qo'ysam, demak, asli komil ma'noda dalolat qilsa, al-insanu hayvonun natiqun desam, hayvonun natiqun degan so'zim insonning butunlay hamma narsaga dalolat qiladi. Ammo al-insanu natiqun deb qo'ysam, inson degan so'zliguvchi deb qo'ysam yoki inson degan bir jonliq deb qo'ysam, bir qismiga dalolat qiladi. O'sha tushunishmashalik so'z shu ma'noniki yoki lafzning bir qismiga dalolat qildi yoki nima? Bu yerdagi dalolat qiluvchi lafz, dalolat qiluvchi ma'no. Shu ma'noniki bir qismiga dalolat qildi. Ma'noning bir qismiga dalolat qildi. Dalalatul iltizam degani so'z bu jihatda so'z shu ma'nodan tashqari bir narsaga. Lekin shu so'zdan so'zniki so'z ma'nodan tashqari bir narsaga dalolat qiladi. Undan keyin shu ma'nodan shu yana bir ma'no lozim keladi. Shu ma'nodan yana bir ma'no lozim keladi. Bu dalalatul iltizam deb ataladi. Endi bu shuni birdan tushuntiramiz. Birinchisi
Feddalaletu dalalet deganimiz fahmu emrin min emelin. Avvalan biz dalalet degan nima tushunamiz? Dalalet degan nima degan gap? Dalalet degan gap asli yo'l ko'rsatib qo'yish, yo'l boshlab qo'yish degan gap. Endi bu yerda logika istilohida nima deb tushuntirib bo'lsa, fahmu emrin min emelin. Bir ishdan yana bir ishni tushunish. Yani bir sözden bir ma'noni tushunish degan gap. Kafahmina jurmal ma'hudi min lafzi as-sama. Masalan bizning hammalarga tunishliq bo'lgan bir jismni osmon degan lafzidan tushunganimizdek masalan. Osmon degan so'zdan hammalarga tunishliq bo'lgan yangi ko'k üstümüzdeki kang-kang bo'lgan bepoyon cheksiz bir jismni tushunganimiz shunda ataladi, dalolat deb ataladi. Falafzu samai masalan osmon degan so'z yusamma dallan, bu yerda dal. Yani dalolat qiluvchi deb ataladi. Ve jurmul ma'hud, yani hammalarga ma'lumlik bo'lgan, tunishliq bo'lgan bu jism, katta jism üstimizdeki o ko'k rangli katta jism madlul, dalolat qiluvchi deb ataladi. Mushu qoida uchun ismimizni tutib olaylik. Söz dal, ma'na madlul. İsim dal, isim qo'yilgan shaxs, isim qo'yilgan obyekt madlul. Mushuni kalimiz tutib olaylik. Endi biz birinchi dalalatul mutabiq 3 qismga bo'lgan edik. Dalalatul lafzul vad'iyani 3 qismga bo'lgan. Birinchisi dalalatul mutabaqa. Dalalatul mutabaqa degan nima desa? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lah. Yani buniki logikadagi istilohiy ma'nosi, yani dalalatul mutabaqa deganimiz lafzning og'zimizdan aytilib chiqqan so'zning ala tamami ma wudi'a lah. Shu so'z dastlabda qo'yilganda, vadi'ul lug'at söz tuzguvchilar qo'ygan vaqtida qo'ygan narsaning to'liq qismiga dalolat qilishi nima ataladi? Dalalatul mutabiqa deb ataladi. Ya'ni 100% to'liq ko'rsatsa o'ziniki madlulini shu dalalatul mutabiqa deb ataladi. Masalan, kadalalatil insani, inson degan so'z, og'zimizdan chiqqan inson degan so'z ala majmu'il hayavanin notiq. Hayvonin notiq degan ma'noning jug'lanmasiga, umumisiga dalolat qiladi. Biz inson desak, og'zimizdan inson degan bir söz çıksa, bu insan degan söz kim qo'yilgan narsa, ya'ni jonliqlarning ichidagi onglik, fikr, tafakkur yurgizadigan, aqli bor bo'lgan inson ismli bir jonliqqa dalolat qiladi inson. İnsan degan ism hayvonlarning jonliqlarning ichidagi onglik bo'lgan, aqlliq bo'lgan, fikr, tafakkur yurgizadigan bir jonliqqa dalolat qiladi. Mana mushu dalolat qilish mush jarayon dalalatul mutabaqa deb ataladi. İnsan degan so'z ya insonniki kallisiga yoki xuluqiga yoki pochiqiga dalolat qilmaydi, balki hamma yeriga dalolat qiladi. Bu shu dalalatul mutabaqa deb ataladi. Va dalalatut tadammun. Ikkinchisi dalalatut tadammun. Dalalatut tadammun degan buning istilohdagi ma'nosi nima desa? Dalalatuhu ala juz'il ma'na fi dimnil lafzi. Mushu og'zimizdan aytilib chiqqan so'zning mazmunidagi, so'zning ichidagi degan, dimin degan gap ichidagi degan gap. So'zning ichidagi ma'nining bir parchasiga dalolat qilish. Og'zimizdan aytilib chiqqan so'zning ichidagi ma'nining bir parchasiga dalolat qilishi. Texnik dashlab aytsak, ya'ni og'zimizdan aytilib chiqqan so'zning butun umumiy ma'nosiga emas, bu yuqoridagi inson degan shu onglik jonliqning hamma umumisiga dalolat qilgandek emas, balki og'zimdan chiqqan so'z umumiy so'z degan shu so'zning bir parchasiga dalolat qilishi. O'shunda dalalatut tadammun. Tabiiyki bu ma'lum sabablar bilan bo'ladi-da. Bizning kadalalatihi alal hayvani awin notiqi fi dimnil hayvanin notiq. Endi og'zimizdan masalan inson degan bir so'z chiqdi, kadalalati. İnsan degan bir so'z chiqdi. Mushu so'z faqat ya'ni hayvonning notiqiga onglik bir jonliqni to'liq ko'rsatmay, mushu so'z faqat jonliqni ham ko'rsatib solsa, yoki notiq degan faqat fikr tafakkur qilish degan jonliqni ko'rsatmay, faqat fikr tafakkur qiluvchilik sifatini ham ko'rsatib qolsa, fi dimnil hayvanin notiq degan shu so'zlik onglik inson, onglik jonliq, fikr tafakkur yurgizadigan jonliq degan so'zning ichidagi ya notiqni ko'rsatsa yoki hayvonni ham ko'rsatsa, bizning og'zimizdan chiqqan inson degan lafz mana shu dalalatut tadammun deb ataladi. Tabiiyki normal ko'rsatsa hammani ko'rsatadi. Lekin ba'zi sabablar, ma'lum bir sabablar tufayli so'zlamasdan
mecaz olab qoladi masalan ba'zi chog'da. Ba'zi chog'da buni aksi bo'lib qoladi masalan. Masalan ba'zi chog'da arabchada mesela ayn deydi. Ayn degan gap ko'z degan gap. Ayn degan gap ko'z deb bir insonning ichidagi bir a'zoni ishlatib jasus deb bir shpion deb bütün bir cho'ng bir mazmunni o'zga o'z ko'z tilga o'sha ba'zi chog'da. Bu ma'no dal aksicha masalan. Ba'zi chog'da cho'ng bir narsani so'zlab uning faqat ma'lum bir partisi iroda qilingan ish bor. Ondan bu majaz yo'li bilan bo'ladi tabiiyki. Qalinilar bilan shuniki hamma yerini iroda qilsak iroda qilib bo'lmaydigan bir qalini kelib qoladi. Shu vaqtida shu dalalatu tadammun ish qilinib qoladi. Yoki lapizniki bir qismini ko'rsatadi. Lapiz bu og'zimizdan chiqqan lapiz shu o'ziniki ma'nosini, asli ma'nosining faqat bir qismini ko'rsatadi. Yoki bidal buni aksicha bu og'zimizdan chiqqan bu lapiz o'ziniki asli ma'nosidan cho'ng bo'lgan cho'ng bir qismini ko'rsatadi. Bu shunday. Shu ahvolga qarab. Uchinchisi dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam deganimiz nima desa? Dalalatuhu ala amrin xorijin anil ma'na va lazimillah. Og'zimizdan chiqqan so'zdan ma'nidan shu so'zniki ma'nisidan tashqari bir ishga dalolat qilishi va lazimillah va shu so'zning lozimiga dalolat qilishi. Shu ma'nining lozimiga dalolat qilishi. Og'zimizdan chiqqan so'zniki bu so'zniki haqida so'zlagan ma'nisi bo'ladi. Bizda tabiiyki ma'nisi va so'z haqida to'xtalamiz. Ma'nisi va so'zdan tashqari bir ishga dalolat qiladi. Ammo bu dalolat qilish qaysi ish? Şu ma'nining lozimisi. Shu ma'nining lozim için bu ma'nidan shu dalolat qilgan shu ma'ni lozim keladi. Tabiiyki so'z bir narsaga dalolat qiladi, bir ma'niga. Shu dalolat qilgan bu ma'nidan ma demakchi bo'lgan ma'ni lozim keladi. Mana shuni deb atadi, dalalatul iltizam deb atadi. Masalan, kadalalatihi ala qabulil ilmi va sunnatil kitaba. Masalan, og'zimizdan bizning inson degan so'z chiqsa, inson degan so'z tabiiy nimaga dalolat qiladi? Hayvonun notiq deganga dalolat qiladi. Dalolat mutobaqa yo'li bilan. Endi inson degan ongliq, aqlliq, fikr tafakkur yurgiza oladigan bir jonliq degan narsaga dalolat qildi ma'niga. Endi shu ma'nidan nima lozim keladi? Qabulul ilmi va sunnatul kitaba degan yeni bir ma'ni lozim keladi. Endi u ma'ni boshqasi, ya'ni inson degan ongliq, jonliq, aqlliq jonliq desak, inson aqlliq jonliq bo'lgandan keyin u ilmni qabul qila oladi, o'rgana oladi va sunnatul kitoba xat yoza oladi. Masalan, xat yoza oladi, mashina yasay oladi, aeroplan yasay oladi, har xil narsalarni yasay oladi degan inson aqlliq, fikr yurgiza oladigan, tafakkur qila oladigan, o'z oldiga mustaqil tafakkur qiladigan jonliq bo'lgandan keyin bu ilm o'rgana oladi, kitob o'qiy oladi, xat yoza oladi, bir narsalarni yasay oladi degan butun bir muncha shu asli inson deganning mohiyati bilan aloqasi bo'lmagan, lekin inson aqlliq bo'lganligi uchun qila oladigan ma'nolarni nima deb ataymiz? Qila oladigan degan kelib chiqqan ma'nolarni dalalatul iltizam deb ataymiz. Mana so'z, og'zimizdan chiqqan so'z, buni 3 ning birini dalolat qiladi. Ya dalalatul mutobaqa yo'li bilan shu asli qo'yilgan narsani og'zimizdan chiqqan so'z shu narsaga %100 dalolat qiladi. Birisi ziyoda emas, kam emas. Yoki dalalatul tadammun bilan og'zimizdan chiqqan so'z ma'nining bir qismiga dalolat qildi yoki og'zimizdan chiqqan so'z cho'ng o'ziniki ma'nisidan cho'ng bo'lgan bir qismiga dalolat qiladi. Ikki xil. Yoki dalalatul iltizam og'zimizdan chiqqan so'z o'ziniki shu so'zga qo'yilgan ma'nidan boshqa bir ma'niga dalolat qildi, lekin shu o'ziga qo'yilgan ma'nidan lozim kelgan ma'niga dalolat qilgan bo'ladi. Mana shu 3 xil. Endi biz ma'naga keldik. Ma'na. Al-ma'na. Endi biz tabiiyki og'zimizdan chiqqan so'z bir ma'niga dalolat qiladi dedik. Endi bu ma'ni degan nima? Ma'ni qanchaga bo'linadi? Ma'ni biz tushundik. Masalan, men o'qish deb og'zimdan o'qish degan bir so'z chiqdi. O'qish degan ma'lum bir kitobga qarab yoki yodisqa bir narsani og'zimizdan talaffuz qilib o'qish degan ishqa qo'yilgan bir so'z. Bu o'qish degan so'z og'zimdan chiqqan so'z lapiz deb ataladi. Shu o'qish degan gap kalimamizda aks ettirgan ko'rsatgan ma'ni deb ataladi. Xo'sh. Endi shada musannif bizga bu ma'nini ikki xilga bo'ladi. Yanqasimul ma'na bi'tibari wujudihi ila qismayn. Endi ma'ni
ma'na o'ziniki barligi e'tibori bilan ikki qismga bo'linadi. Al mafhumu vel misdaq. Mafhum ve misdaq deb ikkiga bo'linadi. Endi tabiiyki ma'niki boshqa e'tiborlar bilan jiq qismlarga bo'linishi mumkin. Lekin biz bu yerda ma'niki barligi. Endi kallamızga bir ma'na keldi. Bir lafz aytildi. Bu lafzning kallamızga bir ma'na, bu aytilgan lafz bir ma'nini ko'rsatdi. Mana bu ko'rsatgan ma'nining o'zi, mana bu ko'rsatgan ma'nining o'zi yoki mafhum bo'ladi, yoki misdaq bo'ladi. Endi biz mafhum bilan misdaq. Mafhum degan bizning kallamızdagi tushuncha. Misdaq degan şu amaliyotda bor narsa. Shu mafhumimizning kallamızdagi tushunchaning tashqiridagi realligi. Misdaq deganimiz. Endi nima tushuntiradi? Fal mafhum. Mafhum degan هو المعنى الموجود في الذهن كزيد في الذهن. مثلا كقولك زيد في الذهن. Mesela mefhum, düşünce, mefhum dediğimiz insandaki zihninde bar boğan mana. Tabii ki bir etibarı vücudu dediğin cemi bar boğan nasıl, yok nasıl bunu çıkılmaydı. Yok nasıl çıkılmaydı. Ba buluş gerek. Huvel ma'nel mevcud. İnsanın zihninde ba boğan bir mana. Zeyd diyen, sizin Zeyd diyen sözün okşaş ki zihinde. Zeyd dedim ben. Yanımda o adam yok. Zeyd diyen adam yok. Zeyd dedim. Zeyd diyen kallamdaki de hemen tanıdığım bir adamın ismi kallamı geldi. Bu zihnimdeki mana ne batılıdı o? Zihnimde ba boğan mana mefhum da batılıdı. Yani düşüncede. Vel misdaq. Misdaq diyen şu. Huve ma'nel mevcudu fil harici kavlike mesela Zeydun fil haric. Misdaq dediğimiz taşkırda yani taşkırda dediğini oyunun ki teşhis dediğini yapamaz mı? Yani haric yani benim zihnimden teşhide. Zihnimin içi demez belki ameliyat göz aldım da ya ki sırt dışı zihnimin göz aldığını olsun ya ki bilek olsun taşkırda boğan bir barlık ma'nının bar buluşu ne batırdı? Misdaq da batırdı mesela ke Zeydin fil haric. Ben Zeyd dedim ya göz aldığımda turvatıldı ya ki ya bir turvatıldı. Taladaki şu adamın üzü Zeyd isimli adamın üzü ne batırdı? Misdaq da batırdı. Kallamdaki Zeyd degen tasavvur ne de batıldı? Mefhum de batıldı bu düşünce. Hoş. Ve'lem ennel mefhume leyse lehu etherun ke lafzin nari ma yahruk. Mesela şunu bilgin ki şunu bilip koy. Mefhum kallamdaki bu düşüncenin tesiri yok mu da? Misdaq tesir gözetgendek kallamdaki düşünce tesir göstermeydi. Mesela ot degen söz ağzımda mı? Ot degen söz çıktı. Ot degen söz ağzımdan çıkan aman ben ağzımı köydemeydim. Ayak köydemeydim. Ve emmel misdaqu lehu etherun ki hakikatin nari yahruk mesela. Ama misdaq şu dese misdaqның tesiri var. Misdaq özü tesir gösteriyor. Mesela ki hakikatin nar. Ot degen gap, ot degen söz, otның hakikati. Ot degen gapның özü ağzımdan çıksa ya qog'ozga ot degen xatni yazsam, qog'oz kuyib ketmaydi, ağzım çıkan ağzım kuyib ketmaydi. Lekin otның özü şu. Otның ameliyatı, otның hakikati, otның mahiyeti, otның özü köydürdü. Anladın? Demek ot degen isim, bizim tilimizde ot degen isim köydürdiğen bir cisim, kızlık bir cisimga kuyulgan isim. Bu şu ot degen söz ağzımdan çıktı lafız. Kallamda ot degen bir nesinin sureti, şununki şekli, manası kallamda aks etti bu mefhum da batılıdı. Ama ameliyat köydürüp durgan, yenip durgan, yalıqlap durgan otçu bu misdaq da batılıdı. Demek misdaqның tesiri var, misdaq tesir etkizidi. Mefhum diyen xiyal kaldığımız oylagan mefhum düşünce tesir etkizmeydi. Fakat sureti var, tasavvur var kaldığımızda. Hem de bizge bu atılışniki nime üçün mefhum deb ataldı, nime üçün misdaq deb ataldı deb bu atalgıniki sebebini düşündürüp summiyel mefhumu mefhumen li'ennehu fuhime minel lafzi fi zihin. Mefhum deb ataldı düşünce deb ataldı. Demiş kaldı çünkü bu düşünce zihnimizdeki bir lafızdan, zihnimizdeki bir sözden düşünüldü. Yani ağzımızda bir söz aytıldı, onu kendinden bu şu sözden nima? Lafızdan zihnimizde düşünüldü bu mesele. Aytılgan lafızdan zihnimizde düşünülgen mana boğalık için mefhum deb ataldı. Çünkü mefhum, mana bu hemmesi umumla bakacak mana.
Yani sözden düşünülgen mana nimde mefhum deb ataldı. Vel alaqatu beynehuma alaqatul mutabaka. Endi şu nima bilan mefhum bilan lafzniki alaqası alaqatul mutabaka. Biz dalalatul mutabaka deb o'tdikmi, o'qidikmi? Yani şu sözning ağzımızdan chiqqan sözning ma'niga 100% dalolat qilishi degan hukm. Bunda alaqası bo'lganligi uchun mefhum deb ataldi. Yani bu lafzdan tushunilgan, bu lafzning mefhumi fahmi desak, demak inson degan so'z hayvonun natiq degan so'zga dalolat qildi ekan degandek ma'no. Endi misdaq nimadan misdaq deb ataldi desa, va summiyal misdaqu misdaqan li sidqihi ala al mafhumi fi zihn. Misdaq deb atalishiga sabab u şu zihindeki bir söz aytildi. Bu sözün zihnimizde bu sözün ma'nosi tushunildi. Endi mushu tushunilgan ma'niga tashqiridagi bir narsa udul keldi. Tushunilgan ma'niga tashqiridagi bir omil, tashqiridagi bir narsa udul kelganligi, to'g'ri kelganligi uchun misdaq deb ataldi. Yani to'g'ri keldi. Masalan men inson deb so'zladim hozir. İnson deb so'zladim. İnson degan bu so'z hayvonun natiqgan bir angliq tafakkur qiluvchi bir insonga dalolat qildi. Bu mefhum deb ataldi. Undan keyin mush oldimda bir insonning birisi mana insonning birisi oldimda hozir bo'ldi. Mush inson qayerda turibdi dedim, bu inson degan gapni. Yoki men Zeyd dedim, Zeyd dedim. Zeyd degan ism og'zimdan chiqqan bu so'z bir angliq insonga qo'yilgan bir ismni ko'rsatdi. Angliq qo'yilgan bir inson oldimdagi bir insonga, zihnimdagi bir insonni ismi ekanligini ko'rsatdi. Undan keyin oldimda shu Zeyd degan inson paydo bo'ldi, yashadi ba. Mana bu to'g'ri kallamdagi og'zimdan chiqqan so'z nimaga mutobiq keldi? Zihnimdagi Zeyd degan ma'noga mutobiq keldi. Zihnimdagi Zeyd degan ma'no oldimdagi mush Zeyd degan mushu reallikqa mutobiq udul to'g'ri keldi. Shu sababdan li sidqihi deb misdaq deb ma'no etildi. Sadaqa yasduqu deganning bir ma'nosi rost bo'ldi demasa to'g'ri keldi, to'g'ri bo'ldi. Ya'ni og'zimdan chiqqan gap bilan amaliyotga to'g'ri kelsa, buni sadaqa deb ma'no etadi. Misdaq deb atalishga sabab shu. Mana endi xulosatul kalam ifodai maram og'zimizdan chiqqan so'z bilan bu so'zning ma'nosi og'zimizdan chiqqan so'z uch turli dalolat qiladi ekan. Biri dalala al mutabaqa, yani biri dalala at tadammun, yani biri dalalatul iltizam deb uch xil yo'l bilan ma'niga dalolat qiladi ekan. Ma'ni bo'lsa mafhum, al ma'na al mafhum, al ma'na al misdaq. Yani zihnimizde tushunilgan ma'no, shu lafzda tushunilgan ma'no va amaliyotga shu reallikqa to'g'ri kelgan ma'no. Reallikda bor bo'lgan ma'no. Zihnimizda bor bo'lgan ma'no reallikda bor bo'lgan ma'no deb ikkiga bo'linadi ekan. Endi keyingi darsimizda şu bu logika bilimi nima haqida so'zlaydi? Ma'no haqida, ma'nida. Logikaniki tadqiqot obyekti, tadqiqot doirasi nima emas, lafz emas, balki zihndagi ma'no. Bu faqat ma'no haqida to'xtaladi. Shu sababdan endi biz lafzni tashlab qo'yib, endi ma'noga kelib ketamiz. Bu ma'no chunki tasavvur, tasdiq degan gap asosiy tadqiqot obyekti tasavvur, tasdiq haqida. Tasavvur, tasdiq ikkinchisi ma'no haqidagi gap. Ikkinchisi ma'noga qaratilgan gap. Shu ma'no tasavvur e'tibori bilan qanday bo'ladi, tasdiq e'tibori bilan qanday bo'ladi deganni biz oldingi darsimizda so'zlaymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.